metr marli olamiz, o'rtasiga qo'yamiz, mana bo'yin umurtqasini o'rtasiga, oldiga tushirib olamiz. Qo'lni tegidan chiqaramiz, o'rtaga olib kelib bitta boylaymiz. Mana bitta boyladim. Keyin mana bitta uchini tepadan chiqarib olaman. Ortiqcha mana bunaqa qilib o'rab tashlashi keragi yo'q. U hech qanaqa yordam bermaydi baribir. Mana bitta, ikkita o'rab pastga tushirib oldim. Bundoq qilib oldiga olib kelaman. Oldingiz o'piring. Oldiga olib kelib, prosta boylab qo'ysanglar bo'ladi. Mana, bo'ldi. Endi hozir bularga uzunroq hech narsa qilmaydi. Endi mana bitini ochamiz. Qaranglar. Hop, sal tortamiz, ochib, orasini ochib, bundoq qilib qo'yamiz. Bu yog'ini ham takji. Oldik. Ozgina ochamiz. Bundoq qilib qo'yamiz. O'zi xohlasa ham odam bukcha olmaydi. Uni kemichis qilib, bunaqa bir bolali o'ylab topishi umuman keragi yo'q. Misol uchun klientlarimiz aytishadi, "Voy, men hozir mashina haydab keta olmayman" deyishadi. Mana shunaqa boylab qo'ysanglar deyishadi. Rulni ushlang deymiz, o'sha rulni. Mana hayda olingiz deymiz. Mabodo yo'lda diskomfort tug'ilsa, bundoq qilib qo'lingizni ko'taring tepaga. Mana bo'ldi, chiqib oldi. Bo'ldi, shundoq ketaverasiz, uyga borganingizda yana bundoq qilib tushirib qo'yasiz deymiz. O'zi xohlasa ham bukchaymaydi. Ko'rdinglarmi? 2 soat shunaqa yuradi. Uni yechib qo'yasizlar. Oson va qulay. Bolaga 2 soatmi? Bolaga ham.